Sahirim bor. Bo'tga kelmasimdan oldin 17 edi. Yo'q, keldim, mana 2 marta olganimdan keyin kecha ertalab o'chladim. O'chlasam 8 va 2. Shunchaga tushibdi. Sergelida turamiz. Sherigim bilan gaplashuvdim. Barnom menga maslahat berdi. O'sha yerda mana shunaqa bor ekan, boring, ko'ring dedi. Uni ham sahiri bor, davleniyasi bor. U ham shifo topdim. Siz ham boring, qiynalib yurasizmi degani uchun o'sha Sergelidan keldim. Sahirim bor. Keyin davleniyam bor. 2tadan keyin tushdi. Bo'tga kelmasimdan oldin 17 edi. O'zi 9-10 larda yurardim. 17 bo'lib ketdi. O'shanga anaqa bo'ldim-da, davleniyam ham oshib ketdi. Yo'q, keldim, mana 2 marta olganimdan keyin kecha ertalab o'chladim. O'chlasam 8 va 2. Shunchaga tushibdi. Ichim bezovta qilmayapti. O'zi bu yoqqa kelmasimdan oldin mashtim qattiq bo'lib turardi. Qattiq. Kattasiga borishga qiynalardi. Yo'q, mana shu 2tadan keyin o'zi juda ham chiroyli bo'ldi. Hammasi yaxshi. Yumshoq, unaqa nima deydi? Doktorlar ham yaxshi. Qo'pol muomalada emas. Hammasi keling, yaxshi, shirin gap, shirin so'z. Juda ham yaxshi. Menga yoqdi qizlar. Muomalasi yaxshi qizlar. Ularni ko'rganingizdan keyin davleningiz ham, sahiringiz ham joyiga tushadi-da. O'shanga nima deydi? Hamma kelsin, shifosini bersin. Avvalo boshi Alloh, keyin shifokorlar. Shifokorlar mana chiroyli qilishdi. Davleniyam ham tushgan, sahirim ham tushdi. O'zim xursandman. Sakrab yuribman. Bundan keyin uyga ikkinchi seansi o'zida o'sha yaxshi uxlashni boshladim. Asablarim ham joyida. Ayolda nima bo'lyapti, nima qo'yyapti, ular bilan ishim yo'q. Juda ham chiroyli, menga yoqdi. Mana Xudo xolisa endi 3 oydan keyin yana kelib ketaman.